Agar biznesingiz AI ga moslashmagan bo'lsa yoki biznesingizni qaysidir sohasida AI ni integratsiya qilmagan bo'lsangiz, bu biznes o'ladi emas, u allaqachon o'lib bo'lgan, deyapti Erik Schmidt. Erik Schmidt kim desalaring, avval hozir qisqasi osmonga raketa tushirib yurgan bitta odamdan bittasi, oldin Google direktori bo'lgan. Kelinglar uni fikrini men sizga so'zma-so'z o'qib beraman. Biznesda AI yo'qmi? Demak, siz allaqachon biznesingiz o'lib bo'lgan. Ilgari hamma kod yozishga majbur edi. Endi esa AI siz uchun javoblarni o'zi topyapti va jarayonni avtomatlashtiryapti. Bu oddiy maslahat emas, bu global qirg'inda omon qolishda yagona sharti hisoblanadi. Rivojlanish shu qadar dahshatli tezlikdaki, AI dunyoni qanday qamrab olganini sezmay ham qolasiz. Kimki AI ni birinchi bo'lib to'g'ri joriy qilsa, bozordagi $1 trillion urushni aynan o'sha odam yulqib oladi. Eskicha yondashuvlar endi butunlay yaroqsiz bo'lib qoldi. Tayyor bo'ling, yo inqilobga qo'shilasiz yoki shunchaki tarixga aylanasiz. Nima uchun AI ni o'rganish kerak deganda, ya'ni biz nafaqat biznesda omon qolish uchun, balki u qilyapti turgan ayrim hiylalarga yoki bo'lmasa boshqalarda aynan mana shundan foydalanish, ya'ni usulida yuzaga keladigan holatlarga ham tayyor turishimiz kerak bo'ladi.